Fahrin aka, sizni nima kutayotganini ko'ring, ko'taring. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun yangi yilga jamoamizdan yana bir kishiga 5-mashinani sovg'a qilmoqchimiz. Bu narsani hozir mashinada ham ko'rasizlar. Jamoamizda xursandchiligini ham ko'rasizlar. Hozir ko'ramiz qanchalik xursand bo'lishini. Fahrin aka, sizni nima kutayotganini ko'ring, ko'taring. Fahrin aka, assalomu alaykum. Fahrin aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Aka, bitta ko'chaga chiqasizmi? Sizga sovg'amiz bor edi, bir ko'chaga chiqsangiz. Hozir. Chiqaman. Xo'p. Hozir ko'ramiz. Assalomu alaykum. Fahrin aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimiz, rahmat. Salomatmisiz? Bezovta qilmadikmi? Yo'q, nimaga? Biz sizga mashinamizni sovg'a qilmoqchi edik. Rahmat. Mana qabul qiling. Matiz. Mana. Sovg'a. Rahmat. Sizga sog'lik, salomatlik. Bundan ham uzun bo'lsin. Hojata, xonalar baxtiga sog' bo'ling. Ishlaringizga omad. Qani buni Hoji otaga berasiz-da? Ha, xudo Nasib bo'lsa. xolasa. Dadamga olib beraman-da buni. Mana Fahrin aka 2018-yildan beri biz bilan biz jamoamizda birga yelkama-yelka xizmat qilib kelyapsiz. 1000 dan ortiq samarqandliklar uyini qurib berganmiz. Nasib bo'lsa, mana shu tarzda davom etsak, keyingi yilga bundan da katta mashinalar sovg'a qilamiz. Xudo xolasa.